Ko'ringlar, remonti ham yomon emas ekan. Kirish eshigi bu yoqda. Bu yerda bitta shkafi bor ekan. Bu yerda bitta xonasi bor ekan. Xohlasanglar bu yerda yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi ekan o'zi. Keyingi xonamizda kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Bu yerda balkoni bor ekan. Keyingi xonasini ko'rsataman sizlarga. Ba'zi bir mebel texnikalar qoladi, ba'zi birlari ketadi deb aytdilar. Bu yerda oshxonasi bor. O'tirib ovqatlanadigan joy bor ekan. Remontiga bitta qaranglar, yomon remont emas, o'rta remont. Keyingi xonamizda mehmonxona. Mebel texnikalarni telefon qilib o'zingizlar kelib ko'rib kelishsanglar bo'ladi. Bu yerda hammom bor, razdelnik qilingan. Hojatxonasi bor. Umumiy maydoni 81 kvadrat bo'ldi. 3 xonali. Adresni aytaman. Asr to'yxona bilan Akva Mainline bo'ladi. 8-etajda joylashgan. Startli egalari $78,000 deyaptilar. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa narxidan o'tib beradilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Egalarining nomeri opsioniyada bo'ladi.